Ortiqcha vazn, gormonal o'zgarishlar. Bu hozirgi kunda ko'plab ayol va qizlarda uchrayotgan muammolar hisoblanadi. Xo'sh, buning asosiy sababi nimada? Qalqonsimon bez. Bu organizmni boshqaruvchi vosita hisoblanadi. Uning kasallanish belgilari 3 turga bo'linadi. Birinchi navbatda ovqat hazm qilishdagi muammolar kuzatiladi, teridagi o'zgarishlar. Ikkinchi navbatda organizmdagi umumiy kalsiyning yemilishi, o'tfekda, buyrakda toshlar, tuzlarning yig'ilishi va tish emalining yemirilishi kabi holatlar kuzatiladi. Uchinchi o'rinda esa gormonal o'zgarishlar, limfa uzil shamollashi, ayollardagi mioma, kista, ko'krak bezi saratoni kabi holatlar rivojlanishi kuzatiladi. Keyingi o'rinlarda D, C vitamin yetishmovchiligi holatlari kuzatiladi. Bu orqali sizda kuchli stress, charchoq kabi holatlar ham kuzatilishi mumkin. Buning tabiiy yechimi bormi? Ha, bor. Uy sharoitida davolash yo'llarini aytib o'taman. Petrushka o'zida estrogen gormonini saqlagani sababli sizga tabiiy yordam beruvchi vosita hisoblanadi. To'g'ri tayyorlash usuli. Petrushkani oddiy qaynab sovigan suv bilan aralashtirib maydalagichdan chiqarib olasiz. Keyin u aralashmani 2 osh qoshiqdan 3 mahal ovqatdan 15-20 daqiqa oldin iste'mol qilasiz. Bundan-da samarali davolash usullari ham mavjud. Biz sizga ayollar uchun 9 xil giyohlar aralashmasini tavsiya beramiz. Bu aralashma quyidagi keltirilgan barcha kasalliklarni davolashda sizga yordam beradi. Batafsil ma'lumot olish uchun Direct orqali murojaat qiling.